Japan Digital University'da ta'lim 4,5 yil. Talabalar bu muddatni qanday o'tkazishadi? Keling bugun siz bilan shu haqida gaplashamiz. Dastlabki 6 oy talabalarga bu davrda faqat yapon tilidan dars beriladi. Yapon tili nisbatan o'rganishga ko'proq vaqt talab qilganligi bois, talabalar bor e'tiborlarini yapon tiliga qaratishlari va tilga moslashib olishlari uchun ham boshqa fanlardan dars berilmaydi. Bu muddat davomida talabalar 0 dan o'rta darajaga chiqib olishlari mumkin. Dastlabki 6 oydan so'ng talabalar tanlov orqali hamkor universitetlariga o'qishga qabul qilinadilar va hamkor universitetlarda ham o'qishni boshlaydilar. IT va Yaponiya ish madaniyati darslari ham aynan ushbu davrda boshlanadi. Ikkinchi kursning 2-semestridan boshlab yapon tilidan N3 darajasi bor va IT bo'yicha yetarli bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan talabalar Coworkda ishlashni boshlashadi. Cowork tizimidan ko'zlangan maqsad esa yaponlar bilan ishlash madaniyatini universitet davridayoq o'zlashtirish va Yaponiyaga ishga borganda ishga moslashish jarayonini osonlashtirish. 3-kursdan keyin esa tirishqoq va iqtidorli talabalar Yaponiyaga 1 oydan 6 oygacha amaliyot o'tash uchun borib kelishlari mumkin. Oxirgi bosqich bitiruvga yaqin talabalar va Yaponiya kompaniyalari orasida ishga joylashish bo'yicha suhbatlar bo'lib o'tadi. Bir necha bosqichli suhbatlardan muvaffaqiyatli o'tgan talabalar Yaponiya kompaniyalaridan ishga taklif olishadi. Qizig'i shundaki, siz bir necha Yaponiya kompaniyalari suhbatlaridan muvaffaqiyatli o'tib, o'zingiz xohlagan kompaniyada ish boshlashingiz mumkin. Universitetimizda qabul jarayonlari davom etmoqda. Batafsil ma'lumot uchun izohlarda plus belgisini qoldiring. Japan Digital University. O'zbekistonda o'qib, Yaponiyada ishga joylashing.